Isroil aka, kirasiz. Uzum seldir. Qani uzum seldiramiz. Hop. To'g'ri kiryapmizmi ishqilib? O'zbekcha qilib olaveray. Ketdik. Hop. Demak, demak, bu yerda xizmatlar bo'limi bor. Logistika, sinab ko'rish, оформить zakaz, qayerdan jo'natasiz? Andijon, Asaka sizga yaqin. Xohlasangiz Asaka, xohlasangiz Andijondan jo'natish mumkin va umumiy bir kub eng kattasi yoki bir agar 3, 2, 5 yoki 1 kubdan oshiq bo'ladigan bo'lsa 2-3 ga bo'lib ham jo'natish mumkin bo'ladi. Hop, umumiy yukingizni taxminiy vazni, aniq kilogrammini tortish shart emas, lekin bunaqa kichkina uzum topshirish punktlaridan Toshkent markaziy omboriga yuborilayotganda, demak, 200 kilogrammdan oshmashi kerak. Demak, taxminan sizning mahsulotingiz 100 kilogramm. Metr kubni hajmi qancha bo'ladi deyapti. Buni ham iloji boricha taxminan qilasiz. 0,50 kubgacha 85 ming yetkazib berishi. Agar 0,50 kubdan oshadigan bo'lsa, buni ham narxi oshib boradi. Taxminan 0,50 kub deb hisoblaymiz siznikini. Va количество коробок или qop, mishok. Yo qopda hisoblaysiz yoki korobkada. Hammasini sonini to'g'ri yozishingiz kerak. Agar sizda 6 ta bo'lsa-yu, siz 5 ta yozsangiz yoki 5 ta bo'lsa-yu 6 ta yozsangiz, uzum topshirish punktidan Toshkent markaziy omboriga olib ketadiganlar olib ketmasdan tashab ketadi, qaytadan logistika olib, qaytadan topshirishingiz kerak bo'ladi, lekin to'lov olinmaydi. Shtraf bo'lish ehtimoli bor. Hop. Demak, общий груз deyapti. Demak, bu yerda 60 kilogrammdan oshmagan bo'lishi kerak deyapti. Shuni hisobiga mana hozir do'stib yo'q. Demak, biz bu yerda 100 kilogramm emas, demak 60 kilogramm deb belgilashimiz kerak bo'ladi. Mana 60 kilogramm. Mana endi punkt выдачи заказовdan jo'natamiz. Qayerga? Toshkent markaziy omboriga. Demak, Andijonda hozir faqat mana shu adres bo'lganligi uchun bitta shuni ko'rsatadi. Hop, demak, buni bosdik. Hop, bu yerda e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa ism familiyangizni yozasiz, отчество shart emas. Hop, demak, bu yerda 90 siz o'ylashingiz mumkin, mana shu shaxsiy ma'lumotlarim orasidagi raqamim deb turib, agar mana shuni yozadigan bo'lsangiz, xato qilasiz, chunki siz uzum seller bo'lib registratsiyadan o'tayotgan vaqtingizda demak, boshqa raqamingizdan, hozirgi ishlatib turgan raqamingizdan o'tgansiz. Agar buni yozadigan bo'lsangiz, raqamingiz xato deb aytmaydi. Sizda yuk xati raqami topilmadi deb aytadi. Nimadan xatolik kelib chiqayotganini bila olmaysiz. O'zingiz agar xohlasangiz bir sinab ko'rishingiz mumkin. Demak, biz hozir to'g'ri raqamni yozamiz. Demak, 91 siz raqamingiz 107 03 33. Demak, pochta men hozircha taxminan o'zimnikini yozib turibman. Hop, yana bitta e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa, bu yerda xuddiki kichikcha belgisi qo'yilganga o'xshab turadi. O'zi aslida qo'yilmagan. Shuning uchun buni qo'yish shart. Qo'yganingizdan keyin haqiqatda qo'yildi. Demak, gmail.com bu meni pochtam. Nomer nakladnoyingiz mana shu ta'minlashlarda bo'ladi. Bular omborga allaqachon yuborilib, stokda qabul qilinib, sotuvga chiqqanlar. Hop, demak, bu yaratilgan. Demak, mana shu yuk xati raqamini mana shu joyga kiritamiz va mana shu joyga kiritamiz. Agar menda deyishingiz mumkin, 2 ta, 3 ta yuk xati bo'lsa-chi deydigan bo'lsangiz, yoki vergul yoki joy tashlash orqali yana ikkinchi yuk xatini kiritib, nechta yuk xati bo'lsa hammasini yuborish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, keyingi 5 bo'lsa, keyingi 6-qadamga o'tamiz. 6-qadamga o'tgan vaqtda mana nomer nakladnoy найден deyapti. Demak, hozir bu yerda nimadadir xato qildik yoki men raqamingizni noto'g'ri tergan bo'lishim mumkin. Mana shunaqa raqam noto'g'ri terilgan bo'lsa, uzum seller bo'lib o'tayotgan vaqtingizda kiritilgan raqam bo'lmaydigan bo'lsa, nomer nakladnoy не найден deydi. Raqamingiz noto'g'ri demaydi. Men 91 lik yozib qo'yibman. Demak, 93 lik. Mana ketdik. 93 lik.
Sposob оплаты bu sizni hisobingizdan yechib oladi. Agar pulingiz yo'q bo'lsa qarzga yozadi. Nimaga qarzga kirib qoldi deb o'ylamang. Hop, demak, bundan keyin dalее informatsiya mana data отправления 6. Bugun 5. Ertaga olib borishim kerakmi? Ertaga olib borishingiz kerak. Chunki uje bugun soat obed 12 dan o'tib ketdi. Agar 12 gacha olib boradigan bo'lsangiz, siz logistikani 6, 7, 8-ga olgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz olib borib berasiz. Toshkentdagi omborni qabul qilish vaqtidan, kunidan 2, maksimum 3 kun avval, minimum 1 kun avval bo'lishi shart. Bo'lmasa yana qabul qilmaydi. Hop, demak, soatlari, ularning ishlaydigan vaqtlari mana uje men buni keyingi 11-qadam, oxirgi qadamga olib o'tdim. Skachat dokument bosasiz. Bu narsa o'z-o'zidan saqlanib bo'lib qolmaydi. Buni saqlab qolish kerak. Mana shu joydan saqlashga bosasiz va qayerga tushganini bilish uchun bu yoqqa qaraysiz. Demak, hozir bizning kompyuterimizda OneDrive papkasiga tushmoqchi va nomlang deyapti. Misol uchun Isroil aka pijamami nimadir o'zingiz yoki logistika deb qo'ysangiz, topishingiz oson bo'ladi va buni tushadigan joyini siz belgilaysiz. Xohlasangiz dokumentiga tushiring, xohlasangiz zagruzkaga. Mana men zagruzkaga tushiraman. Demak, tushdi. Buni qayerdan topish mumkin endi? Demak, kompyuterga kiramiz, zagruzkaga kiramiz. Mana o'z-o'zidan Isroil aka logistika deb turibdi. Bu sizga zarar bermaydi. Men shunchaki sizga misol bo'lsin deb olib qo'ydim. Siz ham doim shunaqa qilib olasiz. E'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa, uzum seller bo'lib o'tayotgan vaqtingizda qaysi raqamdan foydalanib registratsiyadan o'tgan bo'lsangiz, shuni kiritasiz. Bo'lmasa sizga raqamingiz noto'g'ri deb aytmaydi. Va natijada kimgadir iltimos qilishingiz kerak bo'ladi va u kimdir sizga pulga xizmat qiladi. Xo'p, demak, endi undan keyin korobkalar sonida adashmasligingiz kerak, u bir. Ikkinchidan, vес hozircha uzum topshirish punktlaridan 61 bitta yuk xatida 60 kilodan ortiq jo'natish mumkin emas ekan. Hammamizga omadimiz bersin, keyingi darslarda ko'rishguncha.